Siz qanday usulda xatna qilasiz? Xatna usulimiz zamonaviy eng optimal usul deyiladi. Endi misol uchun boshqalar ham xatna qiladi. Sovetskiy usul bor. Oddiy skalpel bilan kesib tikib chiqiladi, ukol qilinadi, ishi ko'p. Buni bitish jarayoni ham uzoq davom etadi. Birinchi kundan vannochka qilishadi. Bizning usulimizda qonsiz, choksiz, bog'lovsiz 1 daqiqada osongina o'tkaziladi va tez bitadi. Misol uchun ba'zi usullar bor, ularda ham lazer deydi, qonsiz o'tkazadi, lekin tikishga to'g'ri keladi. Bizning usulimiz undan afzal. Yana ba'zilar bor, qonsiz o'tkazadi va tikmasdan o'tkazadi. Lekin ularda o'sha kuydirish effekti kuchli bo'lgani uchun bitish jarayoni uzoq davom etadi. Bizniki undan afzalligi ham qonsiz o'tadi, ham tikmaymiz, ham tez bitadi. Chunki jarohat joyini nozikkina termoskalpel bilan o'tadi va maxsus zajim o'sha joydagi nekrotik to'qima deymiz, boyagi o'lik to'qima kamroq hosil bo'ladi, shuning uchun hisobiga tez bitadi. Demak, usulimiz shu jihatdan afzal. Usulimizni zamonaviy optimal termoskalpelli usul desa bo'ladi. Mahmudov ustoz Shoyisuf Mahmudovning usuli desak ham to'g'ri bo'ladi.